To'xtang. Ekrandan uzoqlashmang. Bu eksperiment sizni hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Qani ketdik. Qarang, yaxshilab qarang. Men hozir bitta sharik tashlasam, bitta qaytadi menga. Endi ikkita sharik tashlasam, ikkita qaytadi. Bu yerda 5 ta sharik bor. Hozir men 3 tasini olib tashlasam, menga ikkita qaytadimi, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, 3 ta qaytadi. Qarab turing. Endi qarang. Hozir men 4 ta sharikka olaman va bitta qaytadimi? Yaxshilab qarang. 4 ta qaytdi. Bu nima degani? Ko'ryapsizmi? Bu qonun. Siz bitta energiyangizni beryapsiz, bitta qaytyapti. Siz ikkita energiyangizni beryapsiz, ikkita qaytyapti. 4 ta bersangiz 4 ta qaytadi. Ya'ni siz bu dunyoga nimani bersangiz, shu narsa o'zingizga qaytib keladi. Yomonlik qilsangiz yomonlik qaytadi, yaxshilik qilsangiz yaxshilik qaytadi. Agar siz bu dunyoda olayotgan narsangizdan qoniqmayotgan bo'lsangiz, unda e'tiboringizni berayotgan narsangizga qarating.